Assalomu alaykum. Azizlar, yaxshimisizlar? Shu holatga keldi, ezmalanib, sekin qilyapman. Kecha mana motor reduktor tekis o'rnamagan ekan. Boshqatdan kesib tekislab o'rnatdim. Hozir yaxshi ishlayapti. Zavodskoy tekis o'rnamagan ekan. Ishni ushlaydigan oporalar ham zo'r. Motorim kraska qilib qo'ygan, tayyor turibdi. Shlanka, pistolet, shitovoy ham tayyor. Shitni отдельный, toklari отдельный. Bunga chastotnik qo'yaman shekilli. Chastotnik qo'ysam universal bo'ladi. Buni ham ixcham qilib qildirayapman oldiga. Ikkinchi etaji hali pastda. Nishalkasi turibdi. Bunga ham oldi qildiray qo'yib qo'ydim. Qumsuvoq xizmatlari kerak bo'lsa, Rodbin xizmatlari kerak bo'lsa, katta ob'yomda qilamiz. Kelishadigan hollarda xolasa. Apparatlar yetarli. Men ancha ish qildim. Bir chekkadan gapirishga hojati bormi yo'qmi bilmayman, qiziqqanlar uchun. Nasıl bilasizlar? To'tadi, qiladi. Mana opornik o'z yilda ichida sanliklari bor. Rastor hech qayerga ketmaydi. Bunda ham, menda ham reduktorga o'tib ketmaydi. Bu yerda ham sanlik bor. Manjet, qisma manjet. Reduktorga o'tmaydi yoki oqmaydi. To'kaydigani. Yurganda to'kamiz. Elastikniy mufta. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Qalaysiz? Yo'q, просто o'zimiz uchun. Reklama ham вообще-то. Bu hali bunga motor, kerakli motor yo'q. Bu apparatni ham avtosmaska qilib qo'ydim. Avtosmaska haqida video qilganmanmi yo'qmi bilmayman. Mana smazishning o'zida mana smaska ketadi. Smaskaga knopka bor. Shu knopkani har bitta zamesdan keyin bitta bosadi. 3 sekund, 5 sekund bosib turadi. Smaska hamma o'z yo'liga. Ya'ni shu yerga smaska chiqadi. Bu yerga smaska chiqadi. Bu yerga smaska chiqadi. Smaska bo'lgandan keyin reduktorlarga yog' o'tib ketmaydi. Rastor o'tib ketmaydi. Avtosmaskani mana edi. Распределительный qilib qo'ydim. Avtosmaskaga ketadi-da, smazishni apparatga ulanadi. Smazishni apparat yonida turadi, kompressor bilan ishlaydi. O'zini kompressori bilan havo bilan ishlaydi demoqchi.
Bugun jumagacha dam olib turib, shu video o'qigan ozgina vaqtim bo'lib qoldi. Mana apparat unaqada quyoshda unchalik ko'rinmayapti-da, kraskalar ham jo'chilari chiqdi. Bari kraska. Ko'p birinchi obyektda yo'q. Rasvos chiqib ketadi-yu. Xudo xolasa buni o'zim uchun qoldiraman Rudbunga. Zakazga yasab beraman-da endi. Kichkina apparat ham bitta brigadani vangillatadi. Chunki tezligi yaxshi. Motori bir xil почти, mishalkasining motori, просто объем sal kichikroq. Shinik 3 kishi, 4 kishi charchamay ishlaydi. Chunki rastvori hamma xohlaydi 10 sekund, 1 minutda 20 litr rastvor kelishini xohlaydi, lekin 20 litr rastvori 1 minutda kelib tursa tinmasdan sochishcha oson emas. 4 kishi, 5 kishi yugurlab qoladi. Video qilganda ko'p gaplarni gapiraman deyman, esimdan chiqib qoladi. Ehtiyot. Bizni narsa qiziqtirsa, o'sha maslahat beramiz. Hamma ishlarga omad. Alloh taolo hammamizga halol rizqlardan bersin, ilohim. Yaxshilikda ko'rishaylik.